Nime Üchün Xitay hökümitimu və Chet'ellerdiki bir qism ziyaliylarmu o'xshashla Radikalliqqa qarshi turib qaldi. Abdori Asiye Uyghur. Xitayning Uyg'urlarni lagerga qamab, irqiy qirg'inchilikni boshlashidan tortib, vaqtni keyniga 20 yil qaytarsak, 2001 yildagi 11 sentabr vaqasiga qaytamiz. Bu vaqa Xitayning Uyg'urlarni xalqaro terrorizmga bog'lashiga asos bo'lgan cho'ng vaqadir. Mushu vaqadan keyingi 20 yilda Uyg'urlar radikal, bölgünçi və terrorchilik qalpığı astida izchil har xil suiqasdlar bilan qoralanib, oqibatda irqiy qirg'inchilik qilinish darajasiga berib yetdi. Biz vaqtni 2001 yildan yana 20 yil keyniga qaytaradigan bo'lsak, 1978 yili Xitoyning islohot ishikni echirtish strategiyasi yo'lga qo'yilgan vaqtlarga to'g'ri kelamiz. Bu davr dal madaniyat zo'r inqilobi oxirlashib, Xitoy ichida qaysi siyosiy yo'nalishga qarab ilgirlash ustida davolg'ish bo'layotgan har xil ideya va iqimlar, shundaqla Deng Xiaopingning islohot ishikni echirtish strategiyasi sababli Amerika qatorliq dunyo allari Xitoy bilan qayta diplomatik aloqalarni asliga keltirgan. Xitoy dunyo cho'ng oilasiga qaytib kelgili uzun bo'lmagan davrga qaytamiz. 1980 yillardan 1990 yillarning beshigacha Uyg'urlarmi dal bu fursatda avvalgi Xitoy buzg'unchiliklarining ta'siridan tez qutulib, asli kelish uchun jiddiy harakatga o'tgan davr bo'ldi. Bizning har sohalardagi eng esil ijodiyat va natijalarimiz dal bu yillarda yuksak taraqqiyotlarga erishdi. Ammo bu davrlardami Deng Xiaopingning hiylagarligi, Uyg'urlarning mutlaq avtonomiya huquqiga ega bo'lishni cheklash bilan natijalanib, atalmish planliq tug'ut siyosatiga bog'lab, Uyg'urlarni o'ldirish, tutish, qamash, yo'qotish, qirg'in qilishlar boshlanib ketdi. Bu qirg'inchiliklarga qarshi 1985 yili Uyg'ur o'quvchilar jinini olqiniga elib turib, Urumchi ko'chalariga demokratiya, erkinlik shuari ostida Uyg'ur avtonom rayonida haqiqiy yo'sindagi avtonomiyani amaliylashtirish haqidagi talab ovozlarini yangratdi. Ularning ovozini qattiq bostirish, yo'qotish bilan besqitirilgandan keyin 1990 yilda naqchilikqa tez pukmagan qaysar Uyg'ur dehqonlari adolat va haqqoniyat uchun ko'chalarga to'kildi. Bu tarixdagi Uyg'ur dehqonlarining zulmga qarshi elib borgan eng cho'ng qarshiliklardan biri bo'lgan Barin inqilobi edi. Bu inqilob Xitoyning dahshatli qirg'inchiligi bilan qonliq bostirildi. Bu qirg'inchilikda Xitoy hukumati xalqaro qonunlarga xilof holda Bingtuandagi oqqon Xitoy ko'chmanlariga qurol berib, Uyg'ur dehqonlarini qirg'in qildi. Bu vaqtda shu qirg'inchilikqa qatnashgan bir Xitoyning aslimisimi to'r dunyosida tarqalib, nihoyat ko'p g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Barin inqilobidan keyin Xitoy uch xil kuch nomida Uyg'urlarni qirg'in qilishni davom qildi. 1996 yili Jiang Zemin davrida e'lon qilingan 7-nomerlik hujjat bo'lsa, Uyg'urlarni qirg'in qilishni qonuniy asosga ega qilgan bo'lib, uningdan keyin yuz bergan g'ulji qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi, Yakan qirg'inchiligi qatorliq qirg'inchiliklarning hammasi chekdan oshgan chidag'siz zulmlarga qarshi Uyg'ur xalqining haqliq kurashlarining qonliq bostirishlari bo'lib, Xitoy bu harakatlarni uch xil kuchlarga bog'lab bostirgan edi. Demak, 40 yil davomlashgan qirg'inchiliklarning hammasiga Xitoy tarafidan atalmish bölgünçilik, radikallik va oshqunlik sabab qilinib, xalqaroning ko'zidili elib berilgan bo'lib, dunyo oldida Xitoy qonun bo'yicha ish qilgan, biz bo'lsak Xitoy qonuniga bo'ysunmagan bölgünçi, radikal, xilofatchi, dunyo xalqi o'ch ko'rdigan, nadi ko'rsa shu yerda yo'qtadigan terrorchilarga aylanib, hesdoshlik qo'llash va qutqizishlardan mahrum qoldirildik. Gerçi dunyo bugun Xitoyning askilligini, razilligini bilgan bo'lsa-mu, gerçi Amerika Uyg'urlarni burun xalqaro terrorizmga aloqador degan qarshining xato ekanligini oshkor e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy buninglik bilan o'z jinoyatlarini to'nigan, jinoyatlar ustida o'ylangan yoki bizga qaratgan qirg'inchiliklarni to'xtatgani yo'q. Aksicha Amerika va G'arbni
Uyg'urlarni kuzur qilib, Xitoydek tinch va bexatar boy va qudratli davlatning taraqqiyotiga to'sqinlik qilg'uchi unsurlar deb yomon ko'rsatishga tirishyotidi. Bizga ma'lum bo'lganidek, irqiy qirg'inchilik Ikkinchi dunyo urushi oxirlashib, BDT qurilgandan buyon dunyo o'rtaq qarshi turib kelgan cho'ng jinoyat. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bugun yana xalqarada Ikkinchi dunyo urushidagi Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan keyin yuz bergan ikkinchi cho'ng qirg'inchilik deb atalayotgan bir mezgilda. Xitoyni bu jinoyat bilan ayblashda dunyodagi mayli qaysi dindagi yoki qaysi irqdagi xalqlar bo'lsin, texmi ko'p qo'llashlarning Xitoy tarafda emas, balki Uyg'ur tarafda bo'lishi biz uchun intayin zarur bo'layotdi. Ammo masala shuki, bugun g'arb siyosiy sahnasida Uyg'urlarni siyosiy arboblar asosan to'nib ketgani bilan xalqlari ichida Uyg'urlar haqida qarash har xil bo'lib, bu qirg'inchilikning yuz berayotganligiga gumon bilan qaraydigan kishilar oz emas. Chunki g'arb bir ichivitilgan va fikr erkinligi mutlaq qo'g'diladigan bir jamiyat bo'lgani uchun bundaq bir jamiyatda Xitoyning ustimizdan qaralayotgan tashviqotlarini tarqitishni cheklash undaq osonga to'xtamaydi. Ularni g'arb dunyosi majburiy cheklay olmaydi. Chunki bundaq qilish qonun tuzum sistemalari intayin mukammal bo'lgan g'arbda oson emas. Shu vajidan CGTN nomidagi Xitoy kanali garchi Angliyada cheklangan bo'lsa-mu, Yevropada yanada qonunli shaklda bizni qaralash tashviqotini davomlashtiryotdi. Buningdan boshqa YouTube, Twitter, Facebook, Instagram qatorliq turli tashviqot vositalarida bizni qaralayotgan Xitoy tashviqotlari nihoyatda ko'p bo'lib, har xil til va har xil shakllarda, har xil usullarda elib berilayotgan bu qaralashning bizning da'voyimizga ta'sir bo'lmaydiganligiga hech kim kapolatlik qila olmaydi. Amerika Wall ko'chasidagi baylar Amerikaning siyosatiga zo'r ta'sir ko'rsatganidek, Amerika xalqimi davlat siyosatiga shundoq ta'sir ko'rsatadi. Biz yashayotgan g'arbdimi siyosiyonlar o'z ra'yi yoki huquq imtiyozi bilan emas, balki xalqning ovozi bilan ish qiladi. Ba'zi qarindoshlar nima uchun Xitoy bizning dinimizni cheklasa, Chet'ellerdiki ziyolilarmu o'xshash tashabbusda bo'ladi deb so'raydi. Meningcha, buning sababi tuvandagidek. Xitoy bizning dinimizni izchil cheklab kelgan bo'lsa-mu, ammo 2014-yildan keyin bu ishlar nihoyatda jiddiy va qo'rqinchli bir shaklda tez taraqqiy qilib, masjidlar chiqilib, imomlar turmalarga qamilib, uzun ko'ynaklar, uzun soqollar kesilib, islom dini cheklanib, Uyg'urlar butunlay qirilib, yo'qotilish bosqichiga kirib keldi. Amsa bu yerda bir masala bormi? Qandoq? Nime Üchün Xitay bu ishlarni burun emas, keyin emas, dal 2014-yildan boshlab ko'lamlashtirdi. Meningcha, Xitoy bizni 2014-yildan boshlab keng ko'lamlik lagerlarga qamab, irqiy qirg'inchilik qilish uchun xalqarada yetarlik sabab ko'rsatiladigan fursat hozirlash niyatida nihoyatda ko'p suiqasdlarni uzun yil planlagan. Bugun qaraydigan bo'lsak, Xitoy xalqaraga bizni mundaq tushuntiryotdi. Biz Uyg'urlarning normal diniy e'tiqodini cheklamadik. Faqat diniy radikallik, terrorlikni bizdan bo'linib chiqib, islom xilofati qurib, dunyoga va bizning bexatarligimizga tahdid paydo qilishini chekladik. Ular normal musulmon bo'lmay, radikal va oshqun bo'lganligi sabab ularni qayta tarbiyalab, kallasidagi radikal ideyalarni tozalab, jamiyatga foydali odamlardan qilib o'zgartiryapmiz. Biz ularni tarbiyalab qolmasdan, ularga xizmat, maash va yangi kelgusi yaratib berdik, namratlikdan qutuldirdik. Albatta Xitoyning yolg'on so'zlayotganligi hammaga ma'lum. Undaqda haqiqatchi, biz radikalmi, bo'lgunchimi, terrorchimi? Yo'q, biz faqat haq huquqimizdan, adolatdan yiroq qoldirilgan, barliqimiz Xitoy tarafidan talon-taroj qilinib, xon vayronchilikda dunyodan yo'qotilayotgan oq ko'ngil, ammo ta'laysiz Uyg'ur xalqi. Bu yerda Xitoy yolg'on so'zligichi, Xitoy bir jinoyatchi. Ammo Xitoyning deganlarining yolg'on, Uyg'urlarning gunohsiz va Xitoyning jinoyatchi ekanligini isbotlashimiz hech bo'lmaganda Xitoyning bizni davomli qaralashiga
asos yaratib bermasligimiz kerak. Agar muajiratdagi yoki dunyodagi barliq Uyg'urlarning qarshi va javobi yuqorqi qarashlarim bilan o'rtaq bo'lsa, bizning qiladiganlarimiz bugun dal Xitoyning yolg'onlarini bitchit qilib, Xitoyning bizni xalqaroda qarilishiga, bizdan qusur tepishiga, bizni radikallik, terrorizm va oshqunlikqa bog'lab, dunyoning ko'zini bo'yishiga yeshil chiroq yiqib qo'yishdan saqlanishdir. Chet'ellerde yaşayotgan Uyg'urlarning ichida Xitoy hökumiti faqat tashqi qiyofatda xalqaro terrorizm, oshqunlik va radikallik deb o'rtaq tunish hosil qilingan qiyofatda kiyingan yoki yasangan Uyg'urlar orqaliqla bizni dunyo miqyosida qarlab, o'zlarining haqli ekanligini isbotlashda ko'zir qila oladi. Biz Uyg'urlarning bugun taqobil turayotgani xuddi Amerika siyosiyoni Robert Spaldingning Maxfiy urush nomli kitobida yozilganidek, o'z maqsadiga yetish uchun vosita tanlamaydigan cheklimsiz urush bo'lib, düşmanini vayron qilish va yengish uchun ilg'or texnikalik harbiy qurollarga tayanmay turib, g'alaba quchish strategiyalik planini yo'lga qo'ygan Xitoy Xalq Jumhuriyatidir. Gerçi Xitoyning dushmani bugun yolg'iz Uyg'urlar bo'lmasdan, balki butkul dunyo bo'lsa-mu, bu nuqta texi dunyo miqyosida o'rtaq tonish holatiga kelgani yo'q. Demak, bizning bosadigan yo'llarimiz texi bor. Xitoy o'z maqsadiga yetish uchun Uyg'ur xalqi ustida uzun muddatlik urush planini sinoq qilib, amaliyotdan o'tkazib bo'lib, bugungi bir balvoq bir yo'l strategiyasi va Xitoyning dunyo qabul qilgan demokratik qimmat qarashlariga oshkora jang e'lon qila olishi dal bu yovuzlikning chekiga yetganligidan Xitoyning o'ziga bo'lgan ishonchisining to'lib toshqanligidandir. Mushundaq bir düşman bilan sapning eng oldida yo o'lim yoki ko'rim deb kurash qilayotgan qahramon Uyg'urimga ofrin va madad bo'lsin. Bo'libmi bugünkidek bu keskin kurashda bizga nisbatan düşmanni salchog'lash ancha oqilonalik emas. Har vaqt düşmanning oldidagi o'z ojizliklarimiz va düşmanning ojizliklari ustida o'ylanib, tafakkur qilib turishimiz biz uchun to'limi muhim. Gerçi demokratik davlatlarda erkinlik va hurlikning nimaligini tushunib yashayotgan biz uchun qanday kiyinish faqat o'zimizning tanlashi doirasidagi ishlar bo'lsa-mu, ammo biz Uyg'ur xalqining bir a'zosi bo'lishimiz sabab bu kollektivning bugungi lagerlarga qamilishi, irqiy qirg'inchilikqa uchrashida dal radikallik, oshqunlik va terrorlik Xitoyning ustimizdan qilayotgan qirg'inchiligini yo'lliq ko'rsatishda kuzur qilinayotganligi uchun Xitoy xalqi va dunyodagi bir qism davlatlar Xitoyga aldanayotdi. Shunga bu aldamchilikqa xotima berish bugungi har bir Uyg'urning ustiga yuklangan bosh tortib bo'lmas vazifasi bo'lib qoldi. Mayli kim bo'layli, irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir kollektivning a'zosi sifatida dushman Xitoyning kuzurga aylanib qolishdan cho'qim saqlanishimiz kerak. Chunki bizning tanlashimiz million Uyg'urning hayot mamati va dunyo xalqi oldida Xitoyning jinoyatlari uchun javobgarlikni surishtirish, Uyg'ur xalqini o'z ichiga olgan vatandagi barliq xalqlarning Xitoy zulmidan qutula olmasligi, Xitoyning dunyo oldidagi aldamchiligining pash bo'lish yoki bo'lmasligi, jinoiy javobgarlikqa tortilish yoki tortilmasligidek cho'ng masalalarga ta'sir ko'rsatadi. Qisqasi, bizning tashqi qiyofatimizdan tortib, gap so'zlarimizgacha Xitoy orzu qilgandek radikallik va oshqunlik omillarining bo'lib qolmasligiga imonimiz bilan kepillik qilish hammamizning ikki dunyolik majburiyati. Chunki bu majburiyat uchun to'lagan badalimiz o'rniga elib keladiganimiz Xitoydek vahshiy dushmanni dunyo oldida rasvo qilish, mag'lub qilish bilan birga vatanimizga hurlikning, erkinlikning yetib berishiga, xalqimizning bo'ynidagi zulm kishanlarining pocha qilinib tashlashiga, Allohning adolatining bizga haqiqiy yetib kelishiga yo'l etishdek go'zal kelgusidir. Bugun bu mas'uliyatdan bosh tortish va Xitoyning Uyg'urlar ustidagi qarlash tashviqotlariga kuzur bo'lib berishni tanlaganlik dal o'z millati ustidagi bu qonliq qirg'inchilikni qo'llaganlik
va Xitoyning dunyoni aldishiga yeşil chiroq yiqib berganlik bo'lib, bu ikki dunyolik ig'ir gunohlardan xalqimizmi, Allohmi o'tmasligi mumkin. 2021 yili 20 aprel